Davlatimiz rahbarining topshirig'i asosida Surxondaryo viloyatida soliq xizmati organlari rahbarlari tadbirkorlar bilan ochiq va manzilli uchrashuvlar o'tkazmoqda. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Joriy yilning 16-iyun kuni davlat rahbari tomonidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida soliq xizmati organlari rahbarlari oldiga ham aniq vazifalar belgilab berildi. Mazkur topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi tomonidan zarur chora-tadbirlar belgilanib, joylarda amaliy ishlar boshlab yuborilgan. Jumladan soliqchi ko'makchi tamoyili asosida tadbirkorlar bilan manzilli va yuzma-yuz uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Uchrashuvlar davomida soliq to'lash nafaqat majburiyat, balki konstitutsiyaviy burch ekani, shu bilan birga tadbirkorlar tomonidan to'lanayotgan soliqlar mamlakat taraqqiyoti va xalq farovonligi uchun qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligi keng tushuntirilmoqda. Hurmatli Prezidentimizning 16-iyun kuni o'tkazgan selektorlarda soliq idoralarida faoliyat yuritayotgan barcha soliqchilarga, ya'ni bizlarga vazifa yukladilar. Ya'ni amaldagi soliq qonunchiligi, konstitutsiya, soliq kodeksi va boshqa qaror va farmonlarni tadbirkorlik subyektlariga tushuntirib, ularga soliq qonunchiligini buzsa qanday choralari borligini bilsa, ular qonunni buzmasligini, barcha soliqlarni o'z vaqtida to'lashlarini hurmatli Prezidentimiz ta'kidlab o'tdilar. Haqiqatda biz mana bugun tumanlarda yurganimizda guvohi bo'lyapmiz. Tadbirkorlarimizga tushuntirganimizda ular bundan keyin qoidabuzarliklarga yo'l qo'ymasligini barcha tadbirkorlarimiz ta'kidlab, bizdan boshqa soliq qonunchiligi bo'yicha amaliy yordamlar so'rab tushuntirishlar oldilar. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerakki, 2025-yilning yanvar-may oylarida surxondaryolik soliq to'lovchilar tomonidan 1,453 milliard so'm miqdorida soliq to'landi. Shundan jismoniy shaxslar tomonidan to'langan 174,2 milliard so'm mol-mulk va yer soliqlarining 10%, ya'ni 17,4 milliard so'mi mahalla byudjetiga yo'naltirildi.